Birovning haqini yeyishdan hazar qilmaydiganlar ko'payib ketyapti. Afsuski, bunday kimsalar odamlar salomatligiga ziyon yetkazadigan mahsulotlarning noqonuniy savdosiga bemalol qo'l uryaptilar. Samarqandda avtomobillar uchun qalbaki moy ishlab chiqarayotgan sex aniqlandi. Ichki ishlar vazirligi tomonidan taqdim etilgan lavha shu haqda. Ichki ishlar vazirligi transport va turizm obyektlarida xavfsizlikni ta'minlash departamenti tezkor qidiruv boshqarmasi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor tadbirlar natijasida 1989-yilda Samarqand viloyatida tug'ilgan fuqaro 1983-yilda Samarqand viloyatida tug'ilgan sherigi bilan Samarqand viloyati Samarqand shahrida joylashgan raqamsiz xonadonni vaqtinchalik foydalanishga olib, Toshkent shahri va Farg'ona vodiysidan 200 litr hajmdagi yelim idishlarda avtomobil moy mahsulotlarini arzonroq narxda sotib olib kelib, inson salomatligi va yo'l harakati xavfsizligiga jiddiy tahdid soluvchi mahsulotlar tayyorlab, qalbaki mahsulotlar turli nomlar ostida qutilarga joylashtirilib, bozorda haqiqiy brendlar sifatida moy almashtirish shoxobchalarida qonunga xilof ravishda sotilayotgani aniqlangan. Shuningdek, Yashash xonadon Samarqand viloyati elektr tarmoqlari korxonasi xodimlari, mutaxassislari hamda xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda, ushbu xonadonga ulangan elektr tokiga hech qanday elektr hisoblagich qurilmalari o'rnatilmaganligi aniqlanib, o'zboshimchalik bilan elektr energiyasidan noqonuniy ravishda foydalanib kelinayotganligi ma'lum bo'ldi. Holat yuzasidan Samarqand viloyati elektr tarmoqlari korxonasi hamda Ichki ishlar vazirligi transport va turizm obyektlarida xavfsizlikni ta'minlash departamenti tezkor qidiruv boshqarmasi xodimlari tomonidan tegishli tartibda dalolatnoma rasmiylashtirilgan. Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyatining yuqoridagi elektr energiyasidan noqonuniy ravishda foydalanib kelinganligi natijasida jami 441.580.840 so'm miqdorida moddiy zarar yetkazilgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan tegishli huquqiy choralar ko'rilib, Samarqand viloyati transportda xavfsizlikni ta'minlash boshqarmasi xodimlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.